Oxirgi yillarda futbolchilar, sportchilar va hattoki havaskor sport turlari bilan shug'ullanuvchi insonlarda ham tizza bilan bog'liq travmalar juda ko'paydi. Ayniqsa, oldingi qochsimon bo'ylam uzilishi, Minsk jarohati, tizza jarohatlari. Ko'pchilikning birinchi savoli bunda operatsiya shartmi deyishadi. Bugun aynan shu mavzuda, ya'ni eng ko'p uchraydigan travmalar va ularda qo'llaniladigan operatsiya turlari haqida travmatolog ortoped shifokorimiz Umid Xudoyberdiyev bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum Umid aka. Assalomu alaykum. Umid aka, suhbatimizni boshlashdan oldin keling bitta narsaga oydinlik kiritib olamiz. Aynan mana shu sportchilarda sodir bo'ladigan tizza travmalarida qaysi mutaxassislar shug'ullanishadi? Sportchilarda tizza bo'g'im jarohatlari bilan travmatolog ortopedlar va hozirgi zamonaviy tibbiyotda sport meditsinasi yo'nalishi mavjud va buni ham asosini travmatologlar tashkil etadi. Tushunarli. Xo'p, endi nega asosan sportchilarda tizza ko'p shikastlanadi? Shu haqida gaplashsak. Havaskor va professional sportchilarda tizza bo'g'imining tez shikastlanishi bu funksional holatiga bog'liq bo'g'imning. Ya'ni tizza bo'g'imi boshqa bo'g'imlarga nisbatan tayanch vazifasini bajaradi. Bukish, yozish, yugurish, chopish, sakrash barcha harakatlarga ishtirok etadi. Aytmoqchi bo'lganim, tizza bo'g'imining boshqa bo'g'imlarga nisbatan ham vazifasi, ham funksional ahamiyati juda yuqori. Ushbu travmalar asosan qaysi sport turlarida sodir bo'ladi? Tizza bo'g'imi jarohatlari havaskor va professional sportchilar orasida tez uchraydi. Bu sport turlarini sanab o'tadigan bo'lsam, birinchi o'rinda bu futbol, voleybol, basketbol, kurash hamda tennis va tog' chang'isi sport turlarida va hozirgi vaqtda MMA jang san'atida ham tizza bo'g'imi travmalari, Minsk jarohatlari, paylarning uzilishi yoki bo'g'im ichi siniqlari holatlari ko'plab uchraydi. Asosiy sababi ushbu sanab o'tgan sport turlari birinchi o'rinda jamoaviy o'yin va tizza bo'g'imiga eng ko'p yuk tushadigan sport turlari hisoblanadi. Tizza bo'g'imi jarohatlaridan eng ko'p uchraydiganlar qaysi o'zi? Tizza bo'g'imi jarohatlaridan eng ko'p uchraydigani bu Minsk jarohatlari va oldingi qochsimon bo'ylam jarohatlari. Keling unda birinchi oldingi qochsimon bo'ylam uzilishini qisqacha tushuntirib o'tsak. Tizza bo'g'imida oldingi qochsimon bo'ylam jarohati asosan tizzaga tushadigan yukning noto'g'ri tushishi, sport vaqtida yugurish, chopish, sakrash vaqtida, ayniqsa tez harakatlanib keladigan sportchi birdaniga to'xtash holatlarida oldingi qochsimon bo'ylamga ortiqcha yuk tushadi. Va natijada oldingi qochsimon bo'ylam qisman yoki butkul to'liq uzilib ketishi mumkin. Endi bu uzilib ketganning simptomlari qanaqa bo'ladi? Ya'ni qanaqa aniqlasa bo'ladi bu narsani? Oldingi qochsimon bo'ylam uzilishi sportchilarda yoki oddiy turmush tarzimizda ham travmalar natijasida kuzatiladi. Bunda birinchi belgisi bo'g'imdan g'ij degan ovozning chiqishi. Ya'ni buni o'sha bemorning o'zi ham eshitadi. Undan so'ng kuchli og'riq hamda shish hisoblanadi va bemorda bir necha kundan so'ng yoki o'sha kunning o'zida bo'g'imning o'ynab qolishi, ya'ni ichki tashqi tomonga bo'g'imning o'ynab qolishi, eng ko'p esa old tomonga bo'g'imning nestabilligi, ya'ni bo'g'imning chiqish holatini bemorlar ko'proq tasvirlab beradi. Endi buning diagnostikasi qanaqa amalga oshiriladi? Diagnostikaga keladigan bo'lsak, o'sha travmatolog ortoped tomonidan ko'rik vaqtida bu bilinadi, ya'ni bo'g'im nestabil o'ynab turgan holatda bo'ladi, oldin tomonga chiqib kirish kuzatiladi va buni vrach tomonidan bir nechta test yordamida aniqlanadi. Instrumental tekshiruvda esa hozirgi kunda eng zamonaviy tekshiruv usullaridan biri bu MRT tekshiruvi hisoblanadi. Bunda payning to'liq yoki qisman uzilganligini tasvirlarda bemalol ko'rishimiz mumkin. Oldingi qochsimon bo'ylam uzilganda har doim ham operatsiya tavsiya qilinadimi va o'zi operatsiyasi qanaqa davom etadi? Oldingi qochsimon bo'ylam uzilganda har doim ham jarrohlik amaliyoti tavsiya etilmaydi. Lekin sportchilar uchun bu juda muhim. Sababi nestabil bo'lgan tizza bo'g'imi sport bilan shug'ullanishga to'sqinlik qiladi. Shu sababli sportchilarda albatta oldingi qochsimon bo'ylam uzilganda operatsiya qilish shart hisoblanadi. Operatsiyasi esa hozirgi zamonaviy usullar, ya'ni artroskopda amalga oshiriladi va bu mutlaq xavfsiz hamda kichik kesmalar bilan amalga oshiriladi va sportchini yana sportga qaytish reabilitatsiya muddatini ham qisqartirib beradi. Tizza jarohatlanganda shu kabi yana qanaqa travmalarni sanab o'tsak bo'ladi? Tizza bo'g'imi jarohatlarida oldingi qochsimon bo'ylam jarohatidan tashqari orqa qochsimon bo'ylam jarohati, Minsk jarohatlari,
tizza bo'g'imining ichki va tashqi yon boylam jarohatlari, shu bilan birga tizza qopqog'ining jarohatlari ham sportchilar uchun juda muhim hisoblanadi. Bulardan to'xtalib o'tadigan bo'lsam, menis jarohatlari eng ko'p uchraydi. Menis jarohatlari ham sportchilarni o'sha sport bilan shug'ullanishiga biroz to'sqinlik qiladi. Shu sababli menis jarohatlari ham hozirgi kunda artroskop usulida qisman olib tashlash, to'liq olib tashlash va eng zamonaviy usullari bu menisni saqlab qolish, ya'ni menisni tikish amaliyotlari ham mavjud. Bunda sportchilar oldingi qo'shiqman jarohatlariga nisbatan ertachiroq katta sportga qayta olish imkoniyati mavjud bo'ladi. Yana bir turdagi jarohat bu tizzaning ichki va tashqi yon boylam jarohatlari. Bu ham sportchilarda ko'p uchraydi. Buning asosiy mexanizmi tizza bo'g'imi ichkariga yoki tashqariga burilgan vaqtda tizzaning ichki yoki tashqi yon boylami uzilib ketishi mumkin yoki cho'zilib ketishi mumkin. Yana bu boylamning muhim tarafi yuqorida sanaganimdek oldingi qo'shsimon boylam, minsk va tashqi yon boylam yoki ichki yon boylam uchalasi bir vaqtda ham amalga oshishi mumkin. Bu baxtsiz trio deb ataladi, ya'ni sportchilar uchun eng og'ir travma. Odatdagi oldingi qo'shsimon boylam jarohatlariga nisbatan 1,5-2 barobar ko'p vaqtni egallashi mumkin. Yuqorida barcha travmalarni sanab o'tdik, ularning operatsiya usullarini ham tanishtirib o'tdik. Endi bu jarohatlardan keyin sportchilar qancha vaqtda yana sportga qaytishlari mumkin? Yuqorida sanab o'tgan jarohatlarimiz turli xil jarohatlar. Misol uchun to'g'ri reabilitatsiya o'talsa va o'z vaqtida mashg'ulotlar bilan shug'ullanadigan bo'lsa sportchilar, menis jarohatlaridan so'ng 3-4 oydan so'ng katta sportga, oldingi qo'shsimon boylam jarohatlaridan so'ng 8-12 oydan so'ng katta sportga qaytishi mumkin. Agar ham oldingi qo'shsimon boylam ham minsk va yon boylamlar bir vaqtda jarohatlanadigan bo'lsa, unda 12-18 oyni tashkil etishi mumkin. Doktor, bu jarohatlarga uchramaslik uchun professional va havaskor sportchilarga qanday maslahatlar berasiz? Bu yuqorida sanab o'tgan travmalardan ehtiyot bo'lish uchun professional hamda havaskor sportchilar uchun tavsiyalarim birinchi o'rinda tizza bo'g'imiga ortiqcha yuklama bermaslik hamda sport mashg'ulotlari va sport o'yinlaridan oldin albatta tanani qizdirib olish. Agar sportchilar jarrohlik amaliyotini o'tkazgan bo'lsa, reabilitatsiya bilan to'liq va reabilitolog nazoratida o'sha mashg'ulotlarni olib borish tavsiya etiladi. Og'ir yuk bilan ishlaydigan atletlarga esa shuni eslatib o'tamanki, har doim trener nazoratida mashg'ulotlarni olib borishingiz kerak. Ushbu suhbatimiz barcha professional hamda havaskor sportchilarga foydali bo'ladigan umiddamiz. Agar sizda ham shu kabi tizza travmalari sodir bo'lgan bo'lsa, vaqtida shifokorga murojaat qilishni unutmang. Agar qo'shimcha savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Qabulga yozilish uchun esa quyidagi raqamlarga murojaat qiling.